Hurmatli ko'rarmanlar, biz mal bozorga yetib keldik. Biz kech qolib keldik degan bilan bu yerda dag'dile el jish, qardar ayavay ko'p. Mal bo'lsa biraz ozroq. Biz kech qolib kelganga sotilib ketdi ve aytor. Qo'yda ozroq. Жылқы базарында жылқыда аз. Ал эми қара мал адаттагыдай эле көп. Элдин көптүгү. Assalamu alaykum. Qancha oldu atkan uy? 60 kami var. 60 kami var. Sağın. Torpağı çoğayıp kalıptır ha? 60 ming so'm kami var deydi. Assalomu alaykum. Qancha oldi atkan? 60 kami. 60 ming kami var. Burada 60 ming so'm kami var ekan. Qanchadan o'tasiz uyda? 65. 65 ming kami var. Men tapmagan. 70 ming so'm kami var ekan bu. Son. Gençliğin ayavay çoğun. Assalomu alaykum. Qurbonni qanchadan bo'ltadi? Ularda 65 tanda o'tadi. 65 qancha jashar? Biri 2 jashar, biri 2 jashar bo'laydi. 2 jashardan ekanda, 2 jashar o'g'izlar ekan. 65 ming so'mdan. Bir jarım jashar o'giz ekan, 52 ming so'm deydi. Qurbonlik qanchadan bo'ltadi? Qurbonliklar qanchadan bo'ltadi? 65 ta. Qancha jashar? 2 jashar. 2 jasharlar ha? 2 jashar o'g'izlar 65 ming so'mdan ekan. O'zi 3 yoshdagi o'giz ekan. 60 ming kami var deydi. Müyüzü sıngan ekan. Qurbonlikqa jaraydi. Qurbonlik uchun qisir. Senen jaş. Qurbonlik ota boqqanmiz deydi 60 ming so'm kami var ekan. Çöpte turganlar biz atayin ota boqqanmiz qurbonlik satamiz. Qurbonlik satamiz atayin quruq o'tda bog'ilgan mol ekan. Qisir. 60 ming so'm kami var ekan. Qurbonlikqa jaray turgan quloqlari butun ekan ha. Bütün bo'lish kerak. Shuning uchun ataylar olib boqqanmiz-da. Mana shu mal 44 ming so'mga sotildi. Mana shunday o'g'izlar bor ekan, 2 jashardan. Bahası 150 ming so'mdan ekan. Hurmatli YouTube ko'rarmanlari, mal bozorining bugungi 4-avgustga qarata bo'lgan baholari mana shunday bo'ldi. Bizning kanalga qattiq olingizlar, yana biz bilan birga bo'lingizlar.